Hammaga salom. Yuringlar, bugun Amerikadagi zooparkka birgalikda aylanamiz. I obsessed. Вообще chiroyli qizlar, atmosfera xuddi o'rmon ichida yurganday bo'lasizlar. Menga Amerikan zooparkining yoqqan tarafi to'rtta panjaraning ichiga hayvonlar solib qo'ymas ekan. Ko'rganlaringda shunaqangi chiroyli atmosferada keng qilib judayam daraxtlar ko'p. Jirafani ko'zlarini qaranglar, kipriklari rosa uzun ekan. Wow! Yerga o'tib qopchaning ichidan bemalol ovqatlantirsanglar bo'ladi. Gorgeous, love. Menga o'xshab kim yana flamingolar yaxshi ko'radi? Judayam chiroyli, eng yaxshi ko'rgan hayvonim. Kun bo'yi bolalar bilan uyda o'tirib stressga tushib qolgandan keyin baliqlar suzishini tomosha qilib anti-stress olamiz. Hayotimda birinchi marta begemot ko'rishim, bu bola qochganda sizlar ham ko'radinglar. Bu hayotda tashvishlarsiz eng mazza qilib yashayotgan hayvon mana shu maymun bo'ladi. Oh my god. Albatta obuna bo'lib qo'yish va like bosish esinglardan chiqmasin. Yuringlar, sizlarga anti-stress penguinchalarni ko'rsataman. Qaranglar, dadasi bugun $100 dan gapim bor edi, kechga shuni pulini berib yuboring deyapti.